Joriy yilning ilk kunlaridanoq Yangiobod tumanida qurilish va bunyodkorlik ishlari ko'tarinki ruhda olib borilmoqda. Bu jarayon aholining kayfiyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatyapti. Jumladan, tumanning Sovot qishloq fuqarolar yig'inida ko'p yillar e'tibordan chetda qolib kelgan xotira maydonining obodonlashtirilishi hudud ahlining quvonchiga sabab bo'ldi. Mana bugun bir ajoyib bahorda iliq kunlarida mana qishlog'imizda maydon ochilyapti. Bunga katta mehnat ketdi. Mana shuni ochilish uchun quruvchilar 1 oy, 1,5 oy ishlashdi. Kelgusi avlodga bir chiroyli, namunali joy bo'lishini istab qolamiz. Yoshlarimizni shu qishlog'imizning tarixi va mana qahramonimizning tarixi bo'yicha yaxshi fikrlarda aytib bilganlarimizni o'rgatib boraversak, albatta ular ham kelajakda xuddi shunday ajoyib yigitlar bo'lib yetishadi. Hammasi qizlar bo'lib yetishadi. Ikkinchi jahon urushi qahramoni Jo'raxon Usmonov xotirasiga bag'ishlab bunyod etilgan ushbu maydonning ochilish marosimida so'z olganlar xotira aziz, qadr muqaddas ekanligini aytib, Jo'raxon Usmonov kabi qahramonlar doimo xalqimiz e'tiborida ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Tadbir davomida o'tganlar xotirasiga bag'ishlab yurtga tinchlik, xalqimizga farovonlik so'rab duoga qo'l ochildi. Shu kuni Sovotlik yoshlar uchun sun'iy qoplamali mini futbol maydoni ham foydalanishga topshirildi. 1 milliard 360 million so'm mablag' evaziga qurib bitkazilgan 20 ga 40 o'lchamdagi ushbu maydon qishloq yoshlari uchun futbolning sir asrorlarini xud bilan o'rganishlarda, tajriba oshirishlarda yordam berishiga katta ishonch bildirildi. Bugun ko'hna hamisha saxovatli hisoblangan Sovot qishlog'ida bir ajoyib tantana, ajoyib kun. Sovot qishlog'idan chiqqan xalq qahramoni Jo'raxon Usmonov nomidagi xiyobonni qayta rekonstruksiya qilib, qayta ishlab, unga yangi bir shakl kiritib, xalqimiz uchun, odamlar uchun bir chiroyli maskanga aylandi. Bunga albatta prezidentimizning tashabbuslari bilan aytilgan so'zlarni amalga oshayotganligi, odamlarning ishonchi komil bo'lganligi mana buni ko'rsatib turibdi. Mana bugun tashabbusli byudjet asosida qishlog'imizda ikkinchi maydonni ochyapmiz, futbol maydoni, mini futbol. Bunda albatta mana bolalarimiz o'ynayapti. Bu maydon jahon arnasidagi butun stadionlarga javob bergandek javob beradi. Albatta zamonaviy rekonstruksiya qilib qurilgan stadiondir. Men ishonamanki, mana shu maktabdan, mana shu qishlog'imizdan Eldor Shommuratov va Abduqodir Husanovga o'xshagan futbolchilar yetishib chiqadigan umiddamiz. Men sportga juda ham qiziqaman. O'zim taekwondo vitesse sport turi bo'yicha 3 yildan beri shug'ullanib kelyapman. O'zbekiston chempioni, xalqaro musobaqalarda natijalarim bor. Qora belbog' sohibiman. Shu bilan bir qatorda futbolni ham juda yaxshi ko'raman. Mana bugun stadionimiz ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bundan juda ham xursandmiz. Maktabimiz bolalari, mahallamiz bolalari bu stadionda tur mavsumida ham mazza futbol o'ynash imkoniyatlari bor. Prezidentimizga bu imkoniyatlarni berganlari uchun kattakon rahmat aytamiz. Biz bu imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yaxshi natijalar qo'lga kiritib, xalqimizga foydamiz tegadigan umiddamiz. Sportga oshno tutingan Chakant mahallasi yoshlari uchun ham o'ziga xos sovg'a taqdim etildi. Hududdagi 6-umumiy o'rta ta'lim maktabida zamonaviy futbol maydoni sportsevarlar ixtiyoriga topshirildi. Tadbirning ochilish marosimida bu sport maydoni nafaqat maktab o'quvchilari, shu bilan birga mahalla yoshlari uchun hamisha ochiq bo'lishi ta'kidlandi. Yangiobod tumanida 8 ta mahalla mavjud. Ushbu mahallalarda bugun 10 dan ziyod mana shunday ajoyib sun'iy qoplamali futbol maydonlari foydalanishga topshirildi. E'tiborlisi, har bir futbol maydonining usti yopiq holatda bo'lib, bu mahalla yoshlarining 4 mavsumda ham birdek sport turi bilan shug'ullanishlari uchun imkoniyat yaratib beradi. E'tiborlisi, futbol bo'yicha O'zbekiston ayollar terma jamoasi a'zosi Nafisa Nabiqulova ham aynan ushbu hududda futbolning ilk sir asrorlarini o'rgangan holda bugun terma jamoa safida xalqaro musobaqalarda ishtirok etyapti. Ajoyib emas, bugun mana shunday imkoniyatlarga ega bo'layotgan yoshlar ham kelajakda O'zbekiston terma jamoalari safida mamlakatimiz sharafini xalqaro musobaqalarda himoya qilishadi va bu jarayon uchun albatta tumanda zaruriy barcha shart-sharoitlar yaratib berilyapti. Prezidentimizning shu tashabbuslari, sportga bo'lgan e'tiborlarini inobatga olgan holda maktabimizga mana shunaqa yopiq stadion qurildi. Mana shu bundan juda ham o'quvchilar ham, xalq, aholi hammamiz mamnun, xursandmiz. O'quvchilarimiz hozirgi kunda turli sport musobaqalarida qatnashib, yuqori natijalarga erishib kelmoqdalar. Bu ham bizni mana hukumatimizni, prezidentimizga bo'lgan e'tibori deb bilaman. Shuning uchun biz kattakon
xalq nomidan, mana shu yerda ta'lim beradigan o'qituvchilar nomidan men juda katta minnatdorchilik bildiraman. Mahalla raisi bilan, oqsoqollar bilan maslahatlashdik. Mana shuni maktab hududida qursak qanday bo'lar ekan? Ham bolalar ham shundan foydalansin, mahalla ham shundan foydalansin degan qaror bilan ham mahalla ham maktab birlashdikda mana shu tashabbus byudjetda yutib oldikda. Shuning uchun mana yomon bo'lgani yo'q, juda ham yaxshi bo'ldi. Maktabga ham foyda, mahallaga ham foyda, hammamiz birgalashib foydalanyapmiz. Mahallamizda, maktab hududimizda yangi maydon qurilganidan biz juda minnatdormiz. Negaki bu yerda akalarimiz, ukalarimiz hamda tengdoshlarimiz mana qilib o'z hordiq chiqarib futbol o'ynashadi yoki boshqa o'yinlarda ham o'ynashlari mumkin. Albatta biz ularni qo'llab-quvvatlash uchun doim shaymiz. Agar qizlar komandasini ham tuzish kerak bo'lsa, biz bundan qarshi bo'lmaymiz. Albatta bunga qatnashishga rozi bo'lamiz. Nafaqat bizning qishlog'imizda, balki Yangiobodning boshqa qishloqlarida ham xuddi shunday maydonlar mavjud. Bu bizning bir afzal jihatimiz, chunki yoshlar uchun bu juda ham ajoyib imkoniyat hisoblanadi. Hamda ular ham o'z hordiqlarini chiqarib, albatta bu imkoniyatdan oqilona foydalanishadi. Mehnat faxriylari, ta'lim sohasi vakillari ishtirokida tumanning markazida joylashgan Balandchaqir mahalla fuqarolar yig'inida 120 o'rinli 2-son davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ochilish marosimi o'tkazildi. Tadbirda bu muassasaning foydalanishga topshirilishi natijasida Yangiobodda maktabgacha yoshdagi bolalarning qamrov darajasi 91% dan oshganligi mamnuniyat bilan e'tirof etildi. Muassasada sifatli ta'limni tashkil etish bo'yicha barcha chora-tadbirlar amalga oshirilishi ma'lum qilindi. Bundan 7 yil muqaddam Yangiobod tumanida maktabgacha ta'lim qamrovi bor yo'g'i 21% ni tashkil qilar edi. Bugungi kunda ushbu qamrov darajasi 91% dan oshdi. E'tibor bering, yaqin 2 yillikda aynan ushbu hududda nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, oilaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining qurilishi va foydalanishga topshirilishi natijasida ushbu hududdagi bolajonlar 100% maktabgacha ta'lim bilan qamrab olinadi. Albatta, bu borada aniq rejalar hisob-kitob qilingan va ishlar amalga oshirilmoqda. Bu ham albatta Yangiobod tumanida aynan ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan ishlarning katta bir namunasi, yutug'i deyishimiz mumkin. Xalqimizga Navro'zga juda ham bir ajoyib tuhfa bo'ldi. Shu kungacha biz shu hududda moslashtirilgan 1974-yilda qurilgan binodan foydalanib kelayotgan edik. Bu o'z navbatida o'sha tizimda ta'lim sifatini, davlat ta'lim talablarini bajarilishiga bizga to'sqinlik qilardi. Bundan tashqari fuqarolarimiz tomonidan juda ham ko'p murojaatlar, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini qurish, yangi bino so'rab qilingan murojaatlar bor edi. Bugun mana shu hamma murojaatlar ijobiy yechim topdi. Tarbiyachilarimiz juda ham xursand, o'zimiz xursand. Tumanimiz 2024-yil yakuni bo'yicha maktabgacha ta'lim qamrov darajasi 90.2%. 25-yil yakuni bo'yicha 93.2% ga yetkazishni reja qilganmiz. Albatta, mana bunday yangi binolar, yangi inshootlar qurilib foydalanishga topshirilishi tizimda ishlayotgan barcha xodimlarimizni, shaxsan o'zimni, fuqarolarimizni mamnun qiladi. Prezidentimizni o'sha ta'lim, maktabgacha ta'lim sohasidagi islohotlarni joylarda to'liq bajarishga zamin yaratadi deb o'ylaymiz. Tadbir davomida mehmonlar ta'lim tashkilotida yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishtirilib, kelajakda yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan to'garaklar borasida batafsil ma'lumotlar berildi. Balandchaqir mahalla fuqarolar yig'inida 7-8 ta qishloq bo'lsa-da, lekin shu paytgacha bitta zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilotining binosi yo'q edi. Shu paytgacha moslashtirilgan binolarda edi. Bir necha marta muhtaram prezidentimizga qilingan aholimizning haqli va deputatlarimizning haqli murojaatlari asosida yurtboshimiz mana shunday e'tibor qaratib turib, zamonaviy 120 o'rinli bog'chani qurib bitkazilishi uchun barcha mablag'larni ajratish to'g'risidagi qarorlari asosida mana shu bog'cha bugun qurib bitkazildi. Bugungi kunda bog'cha yoshidagi mahallamizda 300-400 dan ortiq bolalar bor. Biz davlatimiz rahbariga mana shunday zamonaviy bog'chani qurib berilganligi uchun aholimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Bugun Yangiobodda amalga oshirilayotgan qurilish va bunyodkorlik ishlari haqida gap ketganda, yo'llarni ta'mirlash masalasiga ham alohida to'xtalib o'tish o'rinli albatta. Tumanning markazidan olis hududlaridan biri Sarmish mahallasida tashabbusli byudjet loyihasi doirasida 1,5 kilometr ichki yo'llarga asfalt yotqizish ishlari bajarildi.
Mana bizning mahallamizda, ya'ni shu Yangiobod tumani Sarg'inch mahallasida qariyb 3 yil mobaynida tashabbusli byudjet loyihasi doirasida yutib olgan yo'llarimizni jami mana hozir kungacha bo'lgan holati 20 kilometrdan oshiq yo'llarni, ya'ni asosiy yo'llarni asfalt qilib bitirib bo'ldik. Mana 1 kilometr 200 qoldi, uni ham bitirib tugatib xudo xolasa topshiramiz. Mahallamizda mana asosiy yo'llarda asosan asfalt bo'lmagan yo'llar qolmadi. Ichki yo'llarimizda qolyapti. Endi ichki yo'llarni yana bundan keyingi loyihalarga qo'yib o'zimiz mahalla bilan mana birikib, 4 ta qishlog'imiz bor. 4 ta qishloqni bir-biriga biriktirib, ovoz to'plab loyihalarni amalga oshirib kelyapmiz. Bundan keyin ham xudo xolasa mana yangi loyihalarimiz bor. Mana dalada o'sha tuman markazini bog'lovchi yo'limizda ko'prik, ya'ni o'sha kechuv qo'yilganda uni ham yutib olib, o'sha mana bitirib topshirildi. Mahallamizga 3 yil oldin yoki undan oldinroq kelib ko'rganingizda yo'llarimizni guvohi bo'lardingiz. Hozirgi bilan 3 yil, 4 yil, 5 yil oldingi ahvoli juda katta farq qilardi. Mana o'sha tuman markaziga kirib kelish yo'llarimizda umuman yurishni iloji ham yo'q edi. Mana hozir kirib kelgan bo'lsangiz, o'sha yerda o'zida salkam 12 kilometr asfaltni 2 yil mobaynida o'zi qilib bo'lganmiz dala yo'lni. Bu tashabbuskor loyihani boshida turgan yurtboshimizga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mahallamizni, xalqimiz nomidan kattakon rahmat aytamiz. Bugun ishonch bilan aytishimiz mumkinki, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan boshlangan tashabbusli byudjet loyihasi o'tgan davr mobaynida keng jamoatchilikning birlashuviga sabab bo'ldi. Buni birgina Yangiobod tumani misolida ham ko'rishimiz mumkin. Tuman mas'ullarining aytishlaricha, bu loyiha doirasida hududdagi tibbiyot muassasalari ham ta'mirlanishiga erishildi. Shu bilan birga ularning moddiy texnik bazasi ham yaxshilandi. Demak, bizning tumandagi navbatdagi o'rganishlarimiz ayni shu mavzuga qaratiladi.